Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, yaxshisizlarmi? Sog'liqlaringiz zo'rmi? Kelayotgan bayramlaringiz bilan hammani YouTube'ga ham chiqdim, boshqasini ham chiqdim, hamma ilovaga chiqib ko'rdim, yordam so'rab. Yolg'izlik qo'rg'ay ekan bu. Yaningda ota-enang bo'lmasa, aka-ukang bo'lmasa, foydasi yo'q ekan. Do'stlarim, endi shu qarorga keldim. Bu yashashdan ma'no qolmadi. Buyrakimni sotaman. Agar kim olacak bo'lsa, $20,000 bir buyrakimni sotaman. Iloji bo'lsa hech kimni Xudo deb Xudodan ne so'radim. Xudodan ham so'radim. Lekin baribir aylanib kelsak ham bir odamning qo'lini qarab qolgan odam bo'laman. Ya bir odamim akam, ya bir ukam bo'lmasa yanimda. Singillarim bor, lekin kuyovlari, bolalari bor. Ulardan ve so'rab bo'lmaydi. Shuning uchun shu muskilim ham attagina muskilim ham buklanib sinib suyakka yopishib turibdi. Muskilim ham buni ham davolatishim kerak, bo'linib suyakka yopishib turibdi, qatib. Operatsiyamga pul kerak baribir. Operatsiyama $1,500-2,000 deydi. Shuna agar iloji bo'lsa buyrakimni sotchaqman. Shuni neting iloji yo'q. Davlatdan ham so'radim, boshqasidan ham pensiyaga chiqchaq bo'lib ko'rdim. Hech iloji bo'lmadi. Uyimda hozir nonim bor, produktam bor. Bundan birov yuborib turibdi. Tanish bilishlardan so'rab, aytib olib turibman. Lekin ovqat yeb o'tirganim yo'q. Qo'lim non bilan murabbo sariyog' keldi, qand bor bo'lgani. Boshqa vaj yeganim yo'q hali. 2-3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. 3 oydan beri hech narsa yeganim yo'q. Agar iloji bo'lsa shu buyrakimni olatan odam bo'lsa, nomerimi, kartami hammasi turibdi. +99 899 014 8310 raqamim. Shunga chiqing bemalol. Kutaman.